qanday qilib bir oyda 0 byudjet bilan 150 million so'mlik sotuvlarni amalga oshirdik. Hammaga assalomu alaykum azizlar, darsimizga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimda juda ham xursandman va bugun biz qanday qilib minimal byudjet bilan yoki umuman 0 byudjet bilan o'zimizning bor blogimizdan maksimal darajada sotuvlarni qilishni o'rganamiz va sizlarga juda ham ko'p foydali ma'lumotlar beraman. Bu darsimiz albatta o'zini blogini yurg'izadigan ekspertlarga, mutaxassislarga yoki prodyuserlarga ham foydali bo'ladi. Ya'ni o'zimning kesimda biz qanaqa qilib 0 byudjet bilan 150 million so'mdan ortiq sotuvlar qilganimizni sizlarga razbor qilib bermoqchiman. Xo'p, darsimizni boshlashdan oldin kelinglar tanishib olamiz. Men o'zi kimman? Men Xalid Abdurahmonova, 5 yillik tajribaga ega Instagram yurg'izish bo'yicha mutaxassisman. Ya'ni karantin davrida o'z shu sohaga kirib kelganman. Ya'ni oddiy SMM mutaxassisi bo'lib boshlaganman ishimni va hozirgi kunda o'sha prodyuserman va juda ham ko'p loyihalar bilan ishlaganman. Bularning orasida Bellissimo pizzalari bor, Vkusna Bayseva bor, Bonamur orqali ko'pchilik taniydi meni va Ali Maybekovni bilan ishlaganmiz va hozirgi kunda men Madina Nigmatullayevani doimiy prodyuserlariman va hozirgi sizlarga qilib beradigan razborim aynan shu Madina Nigmatullayevani zapusklari bo'yicha, ya'ni muhim ayol kurslarini biz hozir sotamiz va shuni sizlarga razbor qilib beraman. Qanaqa qilib biz umuman reklamaga pul ishlatmasdan sotuvlarni amalga oshirdik. Xo'p, darsimiz kimlar uchun foydali bo'ladi? Birinchi o'rinda o'zini blogi bor, lekin juda ham kam daromad qilayotganlar uchun. Ya'ni bu ham ko'pchilikka tanish qoladi. Farqi yo'q, siz blogingiz kichkinami, kattami, o'rtachami. Agar siz blogingiz orqali daromadingiz kam bo'lsa yoki umuman daromadingiz yo'q bo'lsa, demak, siz nimanidir noto'g'ri qilyapsiz. Demak, siz to'g'ri sotuvlar qilishni bilmayapsiz va albatta siz agar buni o'rgansangiz, siz sotuvlaringiz juda ham doimiy ravishda yaxshi bo'ladi. Va albatta daromadingiz ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu blogdan to'g'ri foydalanib, katta sotuvlarni amalga oshirishni xohlaydiganlar uchun. Ya'ni siz farqi yo'q, hozir qanaqa blogingiz bor, o'sha blogingizdan to'g'ri foydalanib, to'g'ri programmalar qilishni o'rganib, to'g'ri strategiyalar qilishni o'rganib, siz sotuvlaringizni yana ham oshirishingiz mumkin va albatta daromadingizni ham oshirishingiz mumkin. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, sizga bunga darsiga ham foydali bo'ladi. Xo'p, keyingisi xizmat narxini 2-3 baravarga oshirib, yuqori chekka sotishni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni agarda siz ekspert bo'lsangiz va xizmat sotishingiz bo'lsa agar, siz albatta bu instrumentlar orqali o'zingiz xizmatingizni narxini oshirib, daromadingizni ham oshirishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingisi bu bitta joyda qotib qolgan va level up qilmoqchi bo'lgan ekspertlar uchun. Farqi yo'q, siz targetologmisiz, SMM mutaxassismisiz yoki prodyuser ekspertmisiz, farqi yo'q. Agar siz daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz va yangi darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga bu ma'lumotlar foydali bo'ladi, chunki bu yerda men sizga eng so'nggi instrumentlardan va ko'p foydali ma'lumotlardan bo'lishaman. Va bugungi darsimdan keyin siz kichkina yoki o'rtacha blog orqali ham va kichkina byudjet yoki 0 byudjet bilan ham sotuvlar qilishni o'rganasiz va o'zingizda ham bu narsani qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kelinglar, mavzuni cho'zmasdan darsimizni boshlaymiz. Xo'p, biz qanaqa qilib 0 byudjet bilan 150 million so'mdan ortiq sotuv qilishimizga yordam bergan atigi 2 dona instrument bor. Ya'ni faqatgina shu instrumentdan foydalanib biz shunaqa sotuvlar qildik va albatta agar sizlar ham bundan foydalansangiz, sizlar ham хотя бы men qilgan natijani 10% ni qilsanglar ham bu degani 10 million, 15 million, 20 million degani. Menimcha umuman 0 byudjet bilan, umuman 0 rasxod bilan bunaqa sotuv qilish bu juda ham zo'r degani. Shu sababdan sizlar хотя бы shuni 10, 20%, 30% ni qilsanglar ham men juda ham zo'r bo'ladi va bundan men juda ham xursand bo'laman. Va albatta dars ko'rayotgan jarayoninglarni agarda videoga olib, meni stories atmetka qilsanglar, sizlarni ko'raman va albatta o'zimga repost qilishim mumkin bo'ladi va juda ham xursand bo'laman. Demak, bizga yordam bergan ikkita instrument bu birinchi instrument bu VSL, ya'ni VSL bu nimaligini tushuntirib beraman hozirga va ikkinchisi bu Progress. Ya'ni VSL o'zi bu nima? VSL degani bu Video Sales Letter. Ya'ni bu video formatidagi sotuv xati deyiladi. Ya'ni siz bitta video orqali qanaqadir mahsulotni sotasiz va o'sha orqali sizda sotuvlar bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda bu mahsulot yoki xizmatni videoda tushuntirib, qiymat berib, mijozni xarid qilishga undaydigan video material. Ya'ni unda siz to'liq auditoriyangizni analiz qilasiz, ularning qanaqa muammolaridan kelib chiqqan holda siz o'sha muammoga yechim berasiz va oxirida o'zingizni xizmatingiz yoki kursingizni taklif qilishingiz mumkin bo'ladi. Va biz bu instrumentdan foydalanganmiz. Bu instrumentdan o'zi ko'pchilik hozir foydalanyapti, ya'ni target uchun foydalanishyapti va biz bu instrumentdan o'zimizning bor auditoriya uchun foydalanganmiz. Ya'ni target yoqmaganmiz va bor auditoriyaning o'zidan biz 0 byudjet bilan sotuvlarni amalga oshirganmiz. Ya'ni VSL o'zi nimadan iborat? O'zi bu ham katta mavzu, lekin sizlarga tushuntirib o'tib ketaman qisqacha qilib. Ya'ni birinchi o'rinda VSL da nimalar bo'lishi kerak? Ya'ni VSL videoda bu albatta birinchi o'rinda muammo bilan boshlanadi.
Ya'ni bizda yo'nalishimiz psixologiya va psixologiyadagi biza eng top 3 ta muammolarni olib chiqqanmiz va o'shalar bo'yicha biza video yasaganmiz. Ya'ni bu muammolarni biz qayerdan olganmiz? Albatta kastet qilganmiz, ya'ni analiz qilganmiz. Analiz qilish ham bu o'zi bitta katta alohida mavzu. Agarda bilmasangiz, buni ham o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Va albatta biza kastet qilganimizdan keyin bizda eng ko'p uchraydigan 3 ta, 5 ta, 10 ta muammolarni olib, biza har bittasi bo'yicha biza videolar yasaganmiz. Hozirgi u videolarni ham sizlarga ko'rsataman, ya'ni qanaqa mavzuda bo'lganini va qaysi biri qancha prosmotr qilganini va bizga oxirida qancha lidlar, qancha sotuvlarni olib kelganini ham sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, keyingisi ekspert yoki hikoya orqali ishonch quriladi. Ya'ni biz birinchi muammoni olib chiqamiz, keyin ekspert o'zini tanishtiradi, ya'ni o'zini hikoyasini aytib beradi va keyingisi yechim beriladi. Ya'ni odamning qanaqadir muammosi bor va o'sha muammoga biz yechimlar, texnikalar, qanaqadir instrumentlar beramiz va odamlarga albatta qiymat berishimiz kerak. Chunki bizning niyatimiz faqatgina sotish emas, biz odamlarga qiymat berishni, foyda berishni ham o'ylaymiz. Albatta bu uchun biz ishlaydigan texnikalarni berishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu afzallik va natijalar, ya'ni o'zingizda bor natijalar deysizmi, qanaqa o'zingizga keyslar deb uni ham olib chiqishingiz kerak bo'ladi va keyingisi qo'yishingiz mumkin isbotlar, ya'ni o'qishlaringiz natijalarini qo'yishingiz mumkin va oxirida biz taklif berib call to action qilamiz. Ya'ni agarda sizga bu mavzu yana ham qiziqroq bo'lsa, sizga mana bunaqa taklifim bor, mana bunaqa kursim bor, ro'yxatdan o'tish uchun shu raqamlarga aloqaga chiqing. Ya'ni shunaqa tarzda biz taklif va call to action berganmiz va bizga bu narsa natijasi juda ham yaxshi bo'lgan. Xo'p, kelinglar endi sizlar bilan hozir Madina Nigmatullayevaga qilgan versiyalarni ko'rib chiqamiz. Mavzularini sizlarga ko'rsataman va o'zingizlar ham agarda sizlarga qiziq bo'lsa, yana ham ko'proq YouTube'ga Madina Nigmatullayeva deb yozsangiz, sizlarga chiqadi va versiyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda menimcha 10 tadan ko'p mavzular bo'lgan. Ularning orasida yana qanaqa mavzularni olib chiqamiz? Birinchisi bu ayollik energiyasiga qaytish. Ya'ni bu ham ko'pchilik muammosi ekan. Biz kastet qilganimizda deyarli 70% ayollarda shu narsa muammo. Ya'ni ayollar energiyam tushib ketyapti, faqat erkalashib ketyapman degan muammo bilan chiqishgan va biz shu narsaga yechim berganmiz va oxirida biz kursga bog'lab ketganmiz. Xo'p, keyingisi, ya'ni bu eng aktual muammo bo'lgani uchun biz bitta mavzuda ikkita versiya olganmiz. Ya'ni ikkinchisi bu ayollik jozibasini oshiradigan 5 ta texnikani ko'rib chiqqanmiz. Keyingisi bu samootsenka, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish ham bu ham juda ham ko'pchilikga qiziq bo'lgan va biz bu mavzuni ham olib chiqqanmiz. Va keyingisi bizda yana ham juda ham ko'p uchragan aktual muammo bu ayollarda doimiy ravishda noto'g'ri erkaklar uchrashi. Ya'ni bu ham ko'pchilik muammosi ekan. Ya'ni farqi yo'q. Turmushga chiqqanmi, chiqmaganmi, ularga doim noto'g'ri erkaklar keladi va bir xil ssenariylar takrorlanadi hayotida. Va biz bu narsani ham razbor qilib berganmiz. Nimaga unaqa bo'ladi? Kimlarda unaqa bo'ladi va bu narsaga uchramaslik uchun nimalar qilish kerakligini o'rgatganmiz va menimcha eng ko'p prosmotr ham shu videomizda bo'lgan. 19 ming prosmotr bo'lgan ekan va bu narsani ham biz muammo qilib olib chiqib oxir sotuvgacha olib borganmiz. Va qolganini ham ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi va biz shu videolar orqali deyarli 500 tadan ortiq lidlar olganmiz va bu lidlar juda ham sifatli bo'lgan, chunki ular o'sha Madina opani ko'rgan, bilgan, tanigan va muammosiga yechim olgan, qiymat olgan va ular yana ham shu mavzuga qiziqib kursida o'qimoqchi bo'lganlarni biz lid qilib olganmiz, yig'ganmiz va ularga sotuvlar qilganmiz. Agarda sizlar ham bu instrumentdan to'g'ri foydalanishni o'rgansanglar va foydalansanglar, sizlarga bu instrument kichik byudjet bilan yoki umuman 0 byudjet bilan sizlarga sotuvlarni va mijozlarni olib kelib beradi. Faqatgina buni to'g'ri qilishni bilish kerak. Bu juda ham muhim. Xo'p, keyingi instrumentimiz bu bizda progrev. Progrev bo'yicha biz oldingi videoda ham gaplashgan edik. Agar ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'ringlar. Ya'ni qanaqa qilib biz Madina opada stor saxovatlarini men 10 mingtadan 70 mingtaga oshirib berganimni razbor qilib berganman. Agar ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'ringlar. Va o'tda eng muhim narsa bu progrev bo'lgan. Ya'ni progrevni ham razbor qilib berganman. Ya'ni bizda bor auditoriyaga umuman pul ishlatmasdan, reklamaga pul ishlatmasdan sotuv qilishimizga yordam bergan yana bitta muhim instrument bu progrev. Ya'ni progrevlarimizni ko'rish uchun agarda to'liq ko'rmoqchi bo'lsanglar, Madina opani Instagram akkauntlariga o'tib, aktuallarni ko'rib chiqsanglar, ularda to'liq yozilgan, ya'ni har bitta progrevlari kursga olib borgan va sizlar ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. O'tda ham biz eng aktual muammolarni olib chiqqanmiz va sotuvgacha olib borganmiz va bizda уже umuman reklamaga pul ishlatmasdan ekan sotuvlarimiz baland bo'lgan, chunki biz progrevni to'g'ri ishlatganmiz. Buni ham sizlar ko'rib chiqinglar va agarda sizlar mustaqil ravishda qila olsanglar ham yaxshi, lekin agarda imkoniyatingiz bo'lsa, progrevni ham alohida o'rganinglar, chunki bu ham alohida bitta katta mavzu. Agarda sizlar progrev qilishni o'rgansanglar,
sotuvlaringiz doim baland bo'ladi. Chunki shunaqa qoida bor. Agarda sizlar to'g'ridan-to'g'ri sotuv qilsanglar, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kursinglarni ochsangiz, sizlarda sotuvingiz 5 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin. Lekin sizlar progrev orqali qilsangiz, sizlarda 10 barobar ko'proq bo'ladi. Bu narsa isbotlangan, bu narsa fakt. Faqatgina sizlar bu narsani to'g'ri ishlatishni bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda sizga progrev orqali odamlar ishonadi. Ya'ni siz progrevda har xil hikoyalar berishingiz mumkin yoki qanaqadir o'zingiz ekspertiza ochib berishingiz mumkin va shu orqali sizga odamlar ishonadi va yana ham sizning maqsadingizga qiziqish ortadi. Keyingisi aytganimdek, odamlar bu narsaga qiziqadi va muammo kattalashtiriladi. Agarda siz shunchaki to'g'ridan-to'g'ri sotuv qilmoqchi bo'lsangiz, odamlar u muammosi borligini tushunmaydi, ular qiziqmaydi, lekin siz progrevlar orqali odamlarning muammosiga davleniya qilasiz va o'sha orqali sotuv qilishingiz mumkin bo'ladi va bu narsa sizga albatta yordam beradi. Keyingisi, albatta bu ajiotaj uyg'otadi. Ya'ni ajiotaj degani odamlar hammasi talpa bo'lib sizni kursingizga qiziqishadi. Ya'ni bu narsa ham juda ham muhim. Faqatgina to'g'ri progrev orqali odamlar sizga qiziqadi va sotib olishga juda ham shoshiladi. Va oxirgisi albatta bu ekspertlik ochiladi. Ya'ni progrev orqali sizda qanaqa ekspertsiz, qanaqa darajaga chiqqansiz hammasini ochib berishingiz mumkin bo'ladi va odamlar sizga yana ham ishonishi ko'proq bo'ladi. Ya'ni siz ham o'zingiz blogingizda shu ikki dona instrument orqali, ya'ni VSL va progrev orqali yoki kichik minimal byudjet bilan yoki umuman 0 byudjet bilan ham sotuvlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu narsaga ko'pchilik hali ham ishonmaydi. Qanaqa qilib, yo'q, men hozir kurs qilishim uchun yoki ko'p pul topishim uchun menga katta blog kerak yoki juda ham ko'p podpisчигim bo'lishi kerak yoki juda ham ko'p pul ishlatishim kerak deb o'ylashadi, lekin yo'q. Agarda siz to'g'ri ishlatishni bilsangiz, sizga hech qanaqa katta auditoriya ham yoki nerealniy summalar ham kerak bo'lmaydi. Faqatgina to'g'ri qilishni bilishingiz kerak. Darhol siz aytishingiz mumkin, menda Madinapadagi blogim yo'q, unaqa prosmotrlarim yo'q, menda unaqa sotuvlar bo'lmaydi deb o'ylashingiz mumkin, lekin men sizga o'zim misolimda ayta olaman. Men o'zim kichkina blogimda ham, ya'ni 2023-yilda ham menda stories axbatlarim taxminan 200-300 ta bo'lardi va men o'sha paytda ham stabilni har oy $1000 pul topardim. Ya'ni shu 2 yil, 3 yil oldin men shu $1000 pul topardim stabilni. Ya'ni bu aytmoqchimanki, sizning blogingiz kattaligidan, kichkinaligidan emas. Ya'ni faqatgina siz to'g'ri ishlatishni bilsangiz, siz kichkina blogingizda ham shu o'zingizda bor tam 5000 tami, 10000 ta, 2000 ta blogingizdan ham stabilni pul topishingiz mumkin bo'ladi va men bu narsani o'zim o'rgataman ham. Ya'ni qanaqa qilib atigi 2 oy ichida siz o'zingizda kichkina blogingizda birinchi $10,000 topishingizni ketma-ketlik qadamlarini men o'zim mentorligimda o'rgataman. Agarda sizga qiziq bo'lsa, o'qishingiz mumkin bo'ladi va siz bemalol kichkina blogingizda ham yoki o'rtacha blogingizda ham to'g'ri instrumentlardan foydalanib, siz minimal byudjet bilan yaxshi pul topishingiz mumkin bo'ladi. Chunki buni o'zini ilmi bor, buni o'zini alohida o'rganish kerak va albatta siz bemalol level up qilib, yangi darajaga chiqib, o'zingiz darajangizni o'stirib va daromadingizni ham kamida 2 barobarga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Va menga juda ham ko'p beriladigan savol, men ham shunaqa natijalar qilishni xohlayman, men ham daromadimni oshirishni xohlayman, lekin nima qilay, nimadan boshlashim kerak, qanaqa ketma-ketligi bor deb so'rashadi va men bu ketma-ketlikni albatta o'zim mentorligimda o'rgataman, chunki bu har bitta sizlarga aytayotgan narsam, ya'ni progrev, VSL yoki analiz, bu har bittasi alohida bitta katta mavzu va buni o'rganish shart, o'rganish kerak va men o'zim 2 oylik mentorlik dasturimda siz qanaqa qilib atigi 2 oy ichida kichkina blogingiz orqali $10,000 dan ortiq daromad qilishingizni sizga o'rgataman, qadam va qadam o'rgataman va albatta sizga 100% garantiya beraman. Agarda hamma aytgan vazifalarimni bajarib, hamma bergan bilimlarimni amalda qo'llasangiz, siz $10,000 dan ortiq ham pul topa olasiz bemalol atigi 2 oy ichida. Faqatgina bu uchun harakatingiz kerak, xohishingiz kerak va albatta sizdan juda ham katta xohish va harakat kerak bo'ladi. Shu sababdan agarda siz ham o'zingiz daromadingizni kamida 2 barobarga oshirmoqchi bo'lsangiz, yangi darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz va jamoa qurib, ularni boshqarib, level up qilmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorligim to'g'ri keladi, lekin mentorlik dasturim hamma uchun emas va u arzon bo'lmaydi. Ya'ni agarda siz 0 bo'lsangiz, agarda siz endi bu sohaga kirib kelayotgan bo'lsangiz va tajribangiz va bilimingiz yetarli bo'lmasa, sizga bu to'g'ri kelmaydi, chunki u yoqda o'sha biz qiyinroq narsalarni o'rganamiz. Ya'ni o'sha bilimi borlar uchun men ma'lumotlar beraman va u yoqga hammani ham ololmayman, chunki joylarimiz soni atigi 15 dona bo'ladi. Next level kimlar uchun? Birinchi o'rinda daromadi $500, $1000 atrofida qotib qolgan va daromadini oshira olmayotgan soha mutaxassislari uchun. Ya'ni agarda siz SMM mutaxassisi, mobilograf, targetolog, farqi yo'q, ya'ni digital mutaxassislarga qarashli sohangiz bo'lsa agar va daromadingizni oshira olmayotgan bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi mentorlik. Lekin agarda siz 0 bo'lsangiz, umuman bilimingiz, tajribangiz bo'lmasa, sizga mentorlik to'g'ri kelmaydi, sizni ololmaymiz.
Va ikkinchisi, Instagramda blog yurg'izadigan har qanday ekspertlar uchun. Ya'ni agarda siz farqi yo'q, vrach bo'lasizmi, kosmetolog, stomatolog, farqi yo'q. Agarda sizni Instagramda blogingiz bo'lsa va o'sha blogingiz orqali daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz va stabilni $10,000 daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorlik to'g'ri keladi. Keyingisi bu o'z kurslarini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan ekspertlar uchun. Ya'ni qanaqa yo'nalishda bo'lsangiz ham o'zingizni kurslaringizni yo'lga qo'yib, daromadingizni yana ham oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorlik to'g'ri keladi. Va oxirgisi bu kadrda yoki kadr ortida ishlab, stabil $10,000 daromadga chiqmoqchi bo'lgan soha mutaxassislari uchun. Ya'ni xohlaysiz o'zingizni blogingizni yurg'izib, blogingiz orqali shunaqa daromadga chiqing, xohlasangiz agar kadr ortida ishlab, prodyuserlik kasbi orqali yoki ssenaristlik farqi yo'q. Ya'ni juda ham ko'p sohalar bor. Ularda siz yuzingizni ko'rsatib blogingizni yurg'izmasligingiz ham mumkin. Va albatta siz kadrda ishlab ham, kadr ortida ishlab ham stabil $10,000 daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorlik to'g'ri keladi. Lekin aytganimdek, agarda siz 0 bo'lsangiz, sizni afsuski ololmaymiz. Xo'p, aytganimdek, mentorlik hamma uchun emas, har bitta ishtirokchini o'zim saralab olaman. Ya'ni faqatgina darajasi to'g'ri kelsa va albatta joylarimiz qolgan bo'lsa sizni ola olamiz, chunki 15 dan oshirish niyatimiz yo'q. Mentorlik dasturimga hali sotuv ochilmagan, lekin joylarni уже band qilishyapti va birinchi 5 ta odamga men maxsus narx bermoqchiman. Ya'ni agar siz ulgurib qolsangiz, sizni maxsus narxda qabul qilishim mumkin, albatta siz darajangiz to'g'ri kelsa. Xo'p, mentorlikga yozilmoqchi bo'lsangiz, sizga pastda havola qoldiraman. O'sha havola orqali o'tib, hamma savollarga javob berib, o'zingizni ism va nomeringizni qoldirsangiz, sizga aloqaga chiqamiz va albatta siz agar to'g'ri kelsangiz, darajangiz bizga to'g'ri kelsa, sizni mentorlikda kutib qolaman va albatta siz xohlagan natijaga birgalikda erishamiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.